Yarim tunda Toshkent xalqaro aeroportiga borib, samolyotga chiqdim-u, yangi sarguzasht va manzillar uchun Ozarbayjonga ketib bordim. Bugungi mini vlogimda Bakuga qilgan 3 kunlik sayohatim davomida borgan manzillarim, Ichari shahar, aka-uka Nobellarning uyi, eksklyuziv Ateshgah, Yanardaq va albatta o'sha mashhur Haydar Aliyev markazini ko'rsataman. Bu yerga Ozarbayjon tomoni taklifi bilan kelganim uchun barcha xarajatlarni Turizm vazirligi qoplagan. Bakuga kelgach 5 yulduzli Sheraton mehmonxonasiga joylashdim. Endi esa xonamga qisqacha room tour qilamiz. Ertalab mehmonxonada nonushta qilib olgach, Bakuga sayohatimni birinchi kunini eski Ichari shahar shaharchasidan boshladik. Atrofi deyarli to'liq devorlar bilan o'ralgan bu shaharchani Vatikanga ham o'xshatishadi. Bu yerda Qiz qal'asi, Shirvanshohlar saroyi, bozor va masjidlar, uylar, qadimiy ko'chalar, hammomlar, karvonsaroylar, qal'alar va shu kabi boshqa binolar bor bo'lib, u turli davrlarni boshidan o'tkazganini bildirib turadi. Hozirgi paytga kelib bu yoqda ko'plab muzeylar, mehmonxonalar, qo'l mehnati buyumlari sotiladigan savdo nuqtalari, kafe va restoranlar faoliyat yuritib kelmoqda. Ichari shahar hududida daraxtlar va gullarga alohida e'tibor berishgan. Bu o'z o'rnida sariq rangli binolar bilan yashillik birlashib, nihoyatda chiroyli muhitni yaratadi. O'zi Bakuga sayohat qilganingizda albatta Ichari shaharga tashrif buyuring. Bu yerdagi arxitektura va yodgorliklardan ko'zingiz san'atga butkul to'yinadi. Har bitta mamlakatning o'zini sevimli mahsuloti bo'ladi. Bizda masalan non juda ko'p iste'mol qilinadi. Ozarbayjonliklar esa baqlajonni juda yaxshi ko'rishar ekan. Buni ularning baqlajondan tayyorlanadigan turli-tuman taomlari orqali bilish mumkin. Ovqatlarning narxiga kelsak, biror nima deya olmayman. Negaki har kungi 3 mahal ovqatlanish mening hisobimdan bo'lmadi. Baku olovli shahar. Nega uni bunday nomlashgan? Bunga bir nechta javoblar bor. Qadimda bu hudud Zardushtiylik dini markazlaridan biri bo'lgan. Bundan tashqari Baku neft va tabiiy gazga boy diyor hamdir. Albatta neft haqida gap ketganda aka-uka Nobellarni eslab o'tmasak bo'lmaydi. Bu yerga hammani ham kiritishmaydi va bu aka-uka Nobellarning Ozarbayjondagi uyi. Va hozir sizlarga bu uydan maxsus eksklyuziv kadrlarni ko'rsataman. O'zi aka-uka Nobellar Ozarbayjonga qanday kelib qolishgan va ularning neftga nima aloqasi bor? Tarixga yuzlanadigan bo'lsak, 1873-yilda Robert Nobel o'qotar qirollar uchun yaraydigan yog'och, ya'ni Kavkaz yong'og'i daraxtini izlab keladi. Ammo Robert Bakuda neft bozorining tez o'sayotganiga guvoh bo'lgach, reja va maqsadlar o'zgaradi. Shundan so'ng akasi Ludwig Nobel bilan maslahatlashib, asta-sekin neft biznesiga kirishib ketishadi. O'sha yillarda Bakuda uy qurdirib, shu yerda yashashgan va bu xonadonga Villa Petrolia nomi berilgan. Ayni paytda Villa Petrolia, ya'ni aka-uka Nobellarning xonadoni klub yoki yopiq uy muzey sifatida faoliyat yuritadi. Yuqorida aytganimdek, hamma ham kira olmaydigan ushbu muzeyda muhim tadbirlar, suhbatlar bo'lib o'tadi. Ichkarida restoran ham bor va asosan katta-katta uchrashuvlarda ishlaydi. Bu yerga umuman kirishni iloji yo'q deya olmayman. Faqatgina maxsus ruxsatnoma olibgina tashrif buyursa bo'ladi. Aka-uka Nobellarning uyidan chiqqach, Yanardaq tomonga yurdik, ammo yo'l-yo'lakay qadimiy Ateshgah ibodatxonasiga ham kirib o'tdik. Baku hududi qadimgi Zardushtiylik dini markazlaridan biri bo'lgani haqida aytgandim. Ateshgah aynan Zardushtiylar va hindlarni sig'inish maskani hisoblanadi. Bu yerda uzoq qolmasdan Yanardaqga bo'lgan safarimizni davom ettiramiz. Xullas, Ozarbayjonning Yanardaq degan joydaman, ya'ni Yonar tog'da.
Bu joy bir qancha asrlardan buyon o'chmasdan tabiiy ravishda yonib keladi. Rivoyatlarga ko'ra, bir cho'ponning yoqqan olovi tufayli bu yer alanga olgan va hali hanuzgacha o'chmasdan yonib kelmoqda. Uni shuncha davrlardan buyon na shamol, na qor va na yomg'ir o'chira olgan. Olovli joylardan tashqari hozirgi zamonaviy Bakuning ramziga aylangan boshqa manzil ham bor. Bu Haydar Aliyev markazi. Ortimda Haydar Aliyev markazi. Bu yerga kirish nech pul, ichkarida nimalar bor, hozir bilib olamiz. Bu markaz Baku shahridagi eng mashhur va zamonaviy madaniy markazlardan biri hisoblanadi. Markaz o'zining to'lqinli shakllari bilan ajralib turadi. Ya'ni bu yerda siz deyarli to'g'ri burchaklarni uchratmaysiz. Bu an'anaviy me'morchilikdan ancha farq qiladi. Shu sababli ham u zamonaviy Baku ramziga aylangan. Bu yerga kirish narxi 15 manat. Bizning pulda bu 105 ming so'mga aylanadi. Bu bilan siz 5 qavatdan iborat Haydar Aliyev markazini to'liq aylanib chiqsangiz bo'ladi. Faqat -1-qavatda yana bitta retro avtomobillar ko'rgazmasi bor. U yerga alohida to'lov qilinadi. Bu 10 manatga aylanadi. Bizning pulda 70 ming so'm bo'ladi. Nihoyatda noodatiy ko'rinishdagi ushbu madaniy markazda noodatiy eksponatlarga boy muzey, retro avtomobillar, Bakudagi mashhur binolar maketi. Bundan tashqari turli vaqtinchalik va doimiy ko'rgazmalarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Binoning ichki va tashqi tarafi juda fotosessiyabob joylar hisoblanadi. Mana bu cholg'u asboblarni ko'rib turibsizlar. Hozir sizlarga bitta fokus ko'rsataman. Xo'p, kelinglar, men birinchi buni oldiga kelamiz. Qaysi cholg'u asbobini oldiga kelsanglar, o'shani kuyi chalinadi. Xo'p, endi buni oldiga o'tamiz. Hop. Hop. Endi buni. Endi doirani oldiga o'tamiz. Buni oldiga o'tamiz. Endi nay. Ajoyib. Noodatiy o'ylangan-a? Zo'r. Oxirgisiga
Ortimda Ichari shahar metro bekati, lekin u ko'rinishidan Parijdagi Luvr muzeyiga birga bir o'xshaydi. E'tibor beringlar. Bugun 14-dekabr, yanvar oyi kelishiga 15 kun qoldi va bundan tashqari Yangi yil arafasi, qish fasli, ammo Bakuda qishdan darak yo'q, faqatgina sovuqdan tashqari. Nima uchun bunaqa deyapman? Atrofga yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsanglar, hamma yoq yam-yashil. Hatto kuz faslida ham bu yerda daraxtlar sarg'aymagan. Faqat ba'zi hududlardagi daraxtlarni hisobga olmasak, juda ko'p joylar yam-yashil. Bundan tashqari Baku ko'chalarida bir chiqindilarni ko'rmadim. Ya'ni bu yerda tozalikka qat'iyan rioya qilishlarini ham ko'rib xursand bo'ldim. Asosiy chiqindi nima bo'lishi mumkin? To'kilgan barglar. Bundan boshqa hech nima yo'q. Ya'ni Baku shahri ancha toza shahar. Bakuni juda ko'p joylarni ko'rsatishim mumkin edi, lekin menda vaqt chegaralangan. O'zim kelganim yo'q sayohatga, aksincha jamoaviy bo'lib kelganmiz va 3 kunlik sayohat men uchun rostmana kam bo'ldi. Juda ko'p joylarni ko'rsatishim mumkin edi, lekin ulgurmadim. Shu sababli bu yerga endi keyingi safar qish yoki kuzda emas, aksincha eng zo'r payti bu may oyi ekan. O'sha may oyida kelaman. Xudo xolasa Baku haqida yanada ko'proq gapirib, Bakuni yanada ko'proq joylarini ko'rsatishga harakat qilaman. Ozarbayjon bu men sayohat qilgan 6-davlat. Bunga qadar 5 ta davlatda bo'lib, asosan Instagram uchun kontentlar qilganman. YouTube'ni boshlaganimga esa may oyida 1 yil bo'ladi va shu paytga qadar atigi bitta O'zbekistondagi Nefrit ko'li haqida vlog chiqarganman. Bu yil esa ko'proq sayohat va ijod qilib, vloglar sonini oshirmoqchiman. Agar sizga sayohat va yangi manzillar qiziq bo'lsa, sahifamga obuna bo'lib, kuzatib boring.